uradigan erkaklar haqida nima deb aytasiz? Men o'zim o'ylayman, shaxsan men kalta yeganman, tilimdan kalta yeganman. Bu mening tajribam. Bekor urmasdi erim. Men gap qaytarardim, tilim zahar edi. Jahlim chiqqandan keyin gapiraman-da deysiz, to'g'ri. Lekin shunday gaplar aytardik, o'chir ovozingni deydi. O'chirmayman. Desa, hozir tursam deb dalang chiqaraman desa, ur, ur. Конечно, qo'lingni bitta urish kerak. Boshqa nima keladi qo'lingni? Faqat urasan. Degan keyin onangni deb turadi. Bitta uradi, jaxslab turib. Uch ketasin nariqa. Agar yanada gapiraversang, borib tep tashlaydi, dabdalang chiqarib. Kimda ayb? O'zimizda ayb. Bekordan bekor erkak odam kelib gupillatib urmaydi-ku. Menimcha sirtiki tilimizdan kalta yeymiz. Ayol kishilarim balodakina bor, bizda ham bor. Shasamanda bor edi. Hozir o'ylab qarasam, nimaga kalta yedim? Tilimdan kalta yedim. O'sha paytda u menga gapirgan paytda men indamasdan xo'p dadasi desam, u meni bekordan bekor urmaydi-ku. O'zim qayta intriga qilamiz-ku. Biz yaxshi ko'ramiz-ku, jertva bo'lgan kaltaga yeb, keyin bolalarimiz oldida ko'zimiz ko'karib, bechora bo'lib, adasini yomon ko'rsatib o'tiramiz. Ayol kishi juda ham yomon. Keyin bolalar bundoq qaraydi-da, ular bilmaydi-ku biz gap qaytarganimiz, gap qaytarganimiz ko'rib tursak ham ular baribir ana onamni uryapti degan narsa bo'ladi-da bolalarda. Xotinini uryapti, tilidan kalta yeyapti degan narsaga hech qachon bolalar aytmaydi. Onamni uryapti, nimaga urasiz onamni deb o'shadi bolalar. Aslida bizning erimiz xotinini urayotgan bo'ladi, do'pposlab. Потому что biz tilimiz yomon. Shunaqa.